Yaxshimisiz? O'tirsam maylimi? O'tirib bo'ldingiz. Bilasizmi, hozir juda ham bir yomon holat bo'ldi-da. Ovqatlanishga keluvdim. Ana orqamdagi bola 10 martacha oldimga kelib, jonimga tegib ketdi-da. Yordam bera olasizmi? Balki politsiya chaqirarmiz. Yo. Nima qilasiz politsiya chaqirib? Shunchaki yigitim rolini o'ynab bersangiz bo'ldi. Birinchidan, men hozir bandman. Ikkinchidan, bu nayrang o'tmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Ana u senga tegijonlik qilmoqchi bo'lgan bola yoki seni sheriging yoki tanishing. Bu shaharning eng oldi restoranlaridan biri. Bu yerga keluvchilarning har biri etiket nimaligini juda yaxshi bilishadi. Lekin sen va ana bu yerda tishini kavlab o'tirgan tanishing etiket haqida hech qanaqa ma'lumotga ham ega emassizlar. Chunki sen mana bu sumkani stolning ustiga qo'yish xatoligini ham bilmaysan. Ana endi Xitoy sumkangni oldi, borib joyingni egalla.